Hormaydi Yo'qsam aka. Qayoqlardan kelyapsiz? O'g'lim sovg'alar jo'natgan ekan, shuni olib kelyapman. Oho, zo'r-ku. Ha, shunaqa. Salom aytib qo'ying. Xo'p. Yo'qsam aka, o'g'lingiz yaxshimi? Ishlari yaxshimi? Ha, yaxshi. Oldingidan ancha yaxshi. Yaxshi bo'lsin. Ishida ham ancha ko'tarilib qoldi. Ha, tinch bo'lsin. Uyda zerikib o'tirmasdan biznikiga chiqing. Ha, yo'q, zerikishga vaqt yo'q. O'g'lim sovg'a salomlar kelgan ekan, olib kelyapman. Shunaqa degin? Qachon kelarkin o'zi bu sayohatchi qurbaqa? Ha, 7 yil bo'ldi-ku axir ketganiga. Ha, endi kelgandan keyin qaytib keta olmas ekanda. G'iyos, o'rtoq. Hozirroq menga ulab ber. O'zim gaplashaman. Mahkamboy bilasan-ku, menda unaqangi telefon yo'q. Og'aynisi ulab beradi. Ha, bundoq qattiqroq gapirmaysanmi? Kelmaydimi u? Bemehr. Otasi qariganida kelib qaramaydimi? Keladi. Yaqinda ishlarimni bitirib olib, butunlay qaytib kelaman dedi. O'g'lingning ishlari qalay? Qanaqaligini bilmayman. Sovg'alar. Bu bosh qutilar. Do'konga borib o'zim so'rab olib keldim. Hammasi bosh qutilar. Qachon qaytadi? Otasiga qaramaydimi? Koshki bilsam. Qani edi bilsam. Savol. Axir men bilmayman. Men ham sizlarga o'xshab bilmayman. 7 yil bo'pti, nom nishon yo'q. Tirikmi, o'likmi? Hech kim bilmaydi. Hech kim. Dardimni hech kimga ayta olmayman. Onasi ado bo'ldi. Endi meni navbatim. Xudoyim. Yaratgan egam. O'zing rahmdilsan-ku. O'zing yordam ber, ko'makdoshim bo'l. Bir belgi bergin Xudoyim. Ado bo'ldim-ku Xudoyim. Yordam ber Xudoyim.
Axir bolalar o'z uyiga qaytish kerak emasmi? O'zini uyida yashash kerak emasmi, Xudoyim? Axir bizlarni bekorga shu joylarda yaratmagandirsan. Bekorga yaratmagansan-ku, Xudoyim. Bolamni qaytarib ber, Allohim. Qaytar. Ya Rabbim, bolamni qaytar. Xudoyim, bolamni o'zing qaytar. Yoki bir belgi ber, Xudoyim. Bolamni qaytar. Bolamni qaytar. O'zing belgi ber, Allohim.